Assalomu alaykum barchaga, xayrli kech. Yaxshimisizlar azizlarim? Sizlarga bitta yangilik aytmoqchiman. Yer soat 21:00 da yoki 21:dan 2:03 o'tganda yer qimirladi. Men mana shu yerda, mana shu stol turgan edim, telefon ko'rib. Keyin shpalli ovoz chiqdi. Keyin boshqacha bo'lib, yer qimirlayotganlarda misol yoki svetga qaradim, qimirladim, shpanalar ovoz chiqadi-yu. Keyin men aytdim, yer qimirlayapti ekan dedimdagina ota-onamga chopib bordim. Ular bildilaringizmi desam, televizor ko'rib yotibdi ekan, jiyanlarim bor ekan, yer qimirlaganini bilmabdi. Keyin derazani taqillatib, yangamdan so'radim, yer qimirladi bildilaringizmi dedim. Yo'q dedi. Birinchi bo'lib men aytay dedim, yer qimirladi. Keyinchaliklar internetlarga chiqishi mumkin. Misol yer qimirladi yoki biror nima bo'ldi deb. Lekin yer qimirlab o'tib ketdi, lekin uni qaytishi ham bor. Ehtiyot bo'lish kerak. Do'stlar, eng avvalo Xudoning o'zi nima qilsin, hech nima bo'lmasin, tinchlik bo'lsin-da.